mavjud produktlar, hozir kredit turlari, umuman bank mahsulotlari bo'yicha qisqa-qisqa tanishtirib o'tamiz. Avval birinchi sizlarga hozir yangi ochilgan bank mahsuloti bor. Uni o'sha tashkilotlar uchun ochilgan produktni tanishtirib o'taman. Bu qanday? Bu moliyaviy ko'mak deb nomlanadi. Moliyaviy ko'mak, masalan, boshqa banklardan yuqori foizli kredit olib, endilikda to'lov-qonlikka ega bo'lmay, ya'ni yangi kredit olish uchun to'lov-qonlikka ega bo'lmay turib, o'sha yuqori foizli kredit yopolmay yurgan mijozlarga nisbatan ajratilgan kredit. Bu 27% dan 3 yil muddatga 100 milliongacha summada beriladi. Hozir ko'pchilik masalan xususiy banklarda bilamiz foizlar baland, lekin kredit chiqarib berish tez bo'lgani uchun olib qo'yadi. Endi bu kredit yopolmay oylik to'lov summasi ham baland tushib turibdi. O'sha kreditlarni yopish uchun 27% dan olib yopsanglar bo'ladi. Hozirda iminni masalan TBC bankdan 50 million kreditingiz bormi? O'sha TBC bankdan 50 million kreditingiz yopish uchun ajratiladi. Sizga 60 million ajratilmaydi. Agar o'zingizga yana 10 million, 20 million kerak bo'lsa, kafillik bilan beradi. Kredit tarifi buzilmagan bo'lishi kerak. Oxirgi 12 oyda 90 kundan ko'p kechiktirib yopmagan bo'lishi kerak. Uzun marketlar, hisoblanadi, mikromoliya tashkilotlari, hamma banklar kreditlar hisobga olinadi. Avtokreditlarimiz 24, 25 mana yuqorida ko'rsatib o'tganmiz. Shunday boshlanadi. Yana yangi mahsulotimiz bor. Bu avtokreditning Rodel avtosalonidan tuzilgan Milliy bankning shartnomasi bor. Bu qaysi mashinalar ishlab chiqaradi? Kia, Chery, Jetow mashinalari, uch turdagi mashinalar ishlab chiqariladi. Bu kredit uni tarqatib chiqaman. Xuddi shu tartibda kredit ajratiladi. Buning produkti